Assalomu alaykum hammaga. Keyin parayomlar baland edi. Birinchi videoda ko'rsatganman. Hali bitgani yo'q. Ответник blankasini qo'yganmiz hali. Tepalar mana qilib qo'yib berdik. Bulardan shu ikkitadan reka qo'yganmiz. Balandligiga qaraydi. Davorimiz ichki tomoni davor bo'ladi. Ichki tomon svet bo'ladi. Bor ekan. Ichki tomon davor bo'ladi. Davorni balandligi 2.7. Yopmaydi, yetib bormaydi. Davorga stikni ko'rinyaptimi? Shunaqa qilib ulavordik. Bu stik tagida bo'ladi. U ko'rinmaydi. Xudo xolasa ko'zga tashlanmaydi. Ichki tomonini ham shunaqa ko'taramiz endi. Skritni standart eshik. Shu itlarlar qo'yib. Bu tomon ham shunaqa bo'ldi. Hamma eshik bir xil turadi. 2.15, 2.16 qoldirilgan. Uni nalishniklari 7 eganda, ozgina ingichkaroq ekan, 8-9 bo'lganda osonroq bo'lardi. Mana shunaqa davor bilan nima bu? Shuncha ustalar mana dizayner nimasida proyekt bo'yicha hamma ish qilib chizib bergan, qilgan mana. Oddiy qilib fonli chiroyli chiqqan. Devorlari tekis, poli ham yo'lka laminat qilingan. Nimaga prayomda razmerni bilmaydi? Shunga hayron qolaman. Ko'p joyga boryapmiz, ana shunaqa holat bo'lyapti. Quruvchilar zapasi bilan qoldirib ketadi, baland qilib. Zapasi bilan qoldirib ketadi. 5-10 santimetr baland qilib qoldirib ketadi. Hozir ko'pchilik bir xilgina sexga zakaz beryapti. Mana shu holatiga, turgan holatida razmerda olib yasab kelib beradi. Unga 1 oy, 2 oy vaqt ketib qoladi sexga zakaz bersa. Kami 20 kunda keladi misol uchun. Hozir sezon paytida ko'pchilik tayyor eshik olib qo'yib qo'ya qolaman debdi, bir xilgina rossiyskiy eshik oladi, qo'yib ketadi. Shuning uchun ustalar uy egalariga aytib bilib olish kerak-da, rossiyskiy olasiz. Standart eshik olsangiz, mana proyomimiz baland ekan, buni tushirishimiz kerak. Qo'shimcha pul bersangiz, mana shu narsani qilib beramiz deb aytish kerak bor. Keyin mana shunday narsa bo'lmaydi-da, ortiqcha. Bir kunda bitadigan ish edi mana shu. Ertalab boshlasa, kechgacha 3 ta eshik skriti petlar bilan. Skriti petlarning o'zini ochishga ancha vaqt ketib qoladi. Buni uncha odam ham tushuna olmaydi. Ehtiyot bo'lib, razmerlarni to'g'ri olib qilish kerak. Unga o'lchab, boshqa o'qigancha, tayyorlanguncha ancha vaqt ketib qoladi unga. Hozir mana shunga tepasiga ancha vaqtimiz ketyapti-da. Bugun bitmay qoldi, endi ertaga kelib Xudo xolasa davom ettirib bitiramiz. Davorlari bitsa, plintuslarni ham qilib bering deyapti. Bu ikki ponni mebel bo'lar ekan.
Mevalarni qo'yib bo'lgandan keyin oxirida kelib plintus, MDF plintuslarni qo'yib berib ketamiz. 8 limon o'ylayman. Kuzatib boringlar. Assalomu alaykum hammaga.